Assalomu alaykum. Mana neydi? O'sha подписчиklarim, obunachilarim yoshimizlar charchamayapsizlar. Unutadigan bo'lsanglar kerak. O'shani mana yemamanman. Haqiqiysi. Xullas bilasizlar, Didorga Qursul farmonni uncha yoqtirmayman. Lekin farmondan ham bir asabga tegadiganlari bor. Lekin ular bitta emas, ko'pchilikda hozircha nima ko'payishib ketishgan ancha, ya'ni negativchilar. Qarang, nomi ham bir xuniyat xabar. Mana shu Didorga Qursul shu negativchilarni yozganlarini ko'pchilik ko'rib, olib qaylasa mana nima qorib qaynab ketadi. Bo'pti, mana Didorga Qursul Alfiya sanab gapirgan bo'lmasam, ichida yig'ilib qolmasam. Ой, ладно. Endi negativchilar merayminat bular parazit emas. Bular super mega parazit. Sag'asi. Mayli, qo'yaverasizlar. Mana ustozimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Obidjonga asob shu negativ bilmaydi o'shada. Negativchilar haqida nima deysiz? Endi nima deymiz? Foydasi yo'q baribir. Omadinglarni bersin.